Assalomu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika hökumətinin Uyğur davasını qollaşı, olub dünya Uyğur qurultayını Uyğurlarga vəkillik qıladigan birdən-bir xalqaralıq təşkilat sifatida rəsmi qollağanlığı və onun alayida əhəmiyyəti toğrisida söhbət ilib baramiz. Endi biz bu münasibətlə Dünya Uyğur qurultayının rəisi Dolqun Eysa əfəndi bilan Dünya Uyğur qurultayının icraiya komiteti rəisi Ömər Qanat əfəndini bu söhbətə alayida təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldinizlər. Çox rəhmət. Dünya Uyğur qurultayı Washington həbsi degan bu həftədə, yəni 6-cı ayının 1-ci həbsdə zadi qandaq fəaliyyət bilan şug'ullandı. Biz bunun aq görüşünü bir görüb çıxaylı. Dünya Uyğur Qurultayı Amerika paytaxtı Washingtonda 3 iyundan 8 iyungacha Uyğur həftəliki namlıq bir həftəlik mol məzmunluq fəaliyyət ötküzdü. Dünya Uyğur Qurultayının Washingtonda ötküzgən bu fəaliyyətini Amerika hökuməti bevosita qolladı. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa bilan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetinin rəisi Ömər Qanat 3 iyun günü Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin yardımcı ministri Randy Shriver bilan 5 burcaqlıq binada görüşüb, Xitay hökumətinin Uyğurlarga qartıyotqan qattiq bastırış siyasəti haqida mühim söhbət oldu. 4 iyun günü Dolqun Eysa Amerikadakı Demokratiyani ilgiri sürüş fondida ötküzilgan muhokama yig'inida Uyğurlar duch kelayotgan jiddiy masalalar haqida nutq so'zladi. Bu yig'inning ichilish murosimida Amerika Kengash palata a'zosi va Uyğur kishilik huquq siyosati qonunining tunishtiruvchisi Bob Menendez bilan Amerika xalqarалық diniy erkinlik alohida elchisi Sam Brownback so'z qilib, Uyğur masalasida Xitoy hukumatini qattiq aybladi. 4 iyun oqshimi Amerika Demokratiyani ilgiri surish fondi Amerika Davlat Majlisida haybatlik murosim o'tkazib, 2019 yillik Demokratiya mukofotini Dünya Uyğur Qurultayı qatorliq 3 tashkilotga berdi. Dolqun Eysa Dünya Uyğur Qurultayı vakolatidan bu mukofotni topshirib oldi. Murosimda Amerika Avam palata a'zosi va Amerika Davlat Majlisi Xitoy komitetining raisi James McGovern Dünya Uyğur Qurultayının Uyğur davosidagi alohida o'rni va roliga yuqori baho berdi. U Dünya Uyğur Qurultayının Uyğur xalqi uchun xalqarалық sahnalarda uzluksiz tirishchanlik ko'rsatayotganligini ma'dildi. Murosimda yana Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim so'z qilib, Xitoyni qattiq aybladi. Dolqun Eysa bilan Ömər Qanat 5 iyun günü yana Amerika hökuməti və Dövlət Məclisidəki bir qism mühim əməldarlar və ərbablar bilan görüşüb, Uyğurlar növbəti duch kelayotgan jiddiy məsələlər üstüdə söhbətlərdə boldu. 6 iyun ətigini Amerika Dövlət Məclisində Dünya Uyğur Qurultayı o'rlashtirgan Uyğurlar duch kelayotgan kriz və onunğa qarşı tədbirlər temasida 2 kunlik muhokama yig'ini boshlandi. Yig'inning ichilish murosimida Dolqun Eysa nutq so'zlab, Amerika Dövlət Məclisinin Uyğur kishilik huquq siyosati qonunini tez suratda ma'qullashini umid qilganligini bildirdi. Ondan keyin Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin yardımcı ministri Randy Shriver, Amerika Avam palata a'zosi James McGovern, Amerika xalqarалық diniy erkinlik alohida elchisi Sam Brownback, Demokratiyani ilgiri surish fondining raisi Carol Gershman, Amerika Avam palata a'zosi Chris Smith, Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio, shundaqla Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim qatorliq muhim arboblar Uyğur xalqini qo'llab orqa-orqadan so'z qildi. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən uyushtirilgan 2 kunlik muhokama yig'ini George Washington Universitetida o'tkazildi. Muhokama yig'inida O'rgash Davlat, Adrian Zenz, Timothy Gross, Sean Roberts, Donald Clark, Darren Baylar qatorliqlar hamda kishilik huquq tashkilotlarining vakillari va Mikhail Tursun qatorliq guvohchilar so'z qildi. Dünya Uyğur Qurultayının Amerika paytaxtı Washingtonda o'tkazilgan Uyğur həftəlik fəaliyyəti 8 iyun günü Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining xulosa yig'ini bilan g'alabalik oxirlashdi. Bu Dünya Uyğur Qurultayı 6 ayının 1-ci həftəsi, yəni Washingtonda bir həftə bir qancha muhim fəaliyyətlər bilan şug'ullandinglar. Nurg'un muhim ko'rishlarda bo'ldinglar. Endi buningki cho'ng-cho'ng fəaliyyətlərdən, məsələn, qaysi cho'ng fəaliyyətlər bo'ldi? Dolqun əfəndi, mən birinci sualni sizdən başlay. Köp rəhmət bu nəzər proqramımızı bizə təklif qılğanlığınız üçün. Siz degəndikdə bu bir həftə Washington Uyğur həftəsi oldu. Təbii proqramlarımız davam qıldı. Bu yerdə bolğan mühim vəqələrni yığınçaqlığa vaxtımızda biri şu Amerika hökumətinin Amerika Konqresinin olubmu Uyğurlar haqqındakı iki qanun layihəsi Amerika Konqresində xəli köplügən parlament və Avam palatası, yuqarı palata əzalarının qollaşı ilə otur qoyulğan. Biz müşü qətimlik ziyaretimizdə Amerikan Konqresinin və yuqarı palatasının nurg'unlagan parlament əzaları ilə, senatorlar ilə ayrı-ayrı uçuruşlarını yapmadıq. Müşü qanunni imkanba tezroq şəkildə çıxırışının bəzi lobi fəaliyyətlərini şəkilləndirdik. Onundan başqa Amerika hökumətləri ilə, məsələn, Tashqi İşlər Ministerliyi ilə yuqarı dərəcəli əməldarlar
bilan kurashdik. Yana muhim bu uchrashishimizning biri Amerika Davlat Mudofaa ministrining yordamchi ministri bilan muavin davlat mudofaa ministri bilan ko'rishib, bu yaqinqi vaziyat haqida va ba'zi muhim uchrashishlarni olib bordik. Bu albatta bu Amerikaning davlat mudofaa ministri bilan ko'rishinglar. Sizning birinchi qitim, sizning ikkinchi qitim shundaymi? Hamda bu ko'rish nimadan darak berildi? Chunki bu Amerika tashqi ishlar ministrligi emas va yoki Amerikaning boshqa ministrligi emas. Bu Amerikaning davlat mudofaa ministrining yordamchi ministri bilan ko'rishdinglar. Ömer efendi, bu nimadan darak berdi? Birincisi hem de bu bizdeki görüşümüzden sebebi devlet mudofaa ministri yardımcısı bilen ben şirketim görüştüm siz degandek birinci görüşümüzde şu özümüzdeki rahmetine yetiş, minnettarlığımızı bildiriş. Çünkü bu adam hazır bu devlet mudofaa ministri yardımcısı en güçlü şekilde Amerika'nınki bir yukarı derecelik hükümetinin bir hadim buluş süpütü bile ve Xitay hükümetini ayıpladı. Onun ikinci şu hazırki ceza lagerlerini şıgıveliş lager edip resmi bir ağızdan bu şu adam telaffuz kıldı. Bu nayeti muhim bir nimetti. Concentration camp dedi. İkinci sendeki üyede tutup turulatkan insanların sanını 3 milyonga yakın adam dedi. 1 milyondan 3 milyongacha deb. Yani bu nayetlik muhim bir meseledir. Çünkü bu resmi bir ağızdan çıkan bir gap. Bu adetki bir adam emas. Devlet mudofaa ministri yardımcısı, devlet mudofaa ministri yardımcısının ağızdan 1 milyondan 3 milyongacha adam degandiki bularning qo'lida alayida bu uçurlar bo'lishi kerak. Bularning o'zininki razvedka idoralari orqali olgan nimasi shuningga biz buni nayte muhim deb qaradik. Chunki hozirga qadarki sonda xalqarada bu 1 milyondan oshiqli degan gap bor. 3 milyon tahi talaffuz qilgan yo'q hech qanday bir rasmiy maqom yo rasmiy bir hukumat xodimi shuningga rahmat etdik. Ondan keyin ikkinchisi bizningki nayte muhim masalalar bor. Shu mudofaa ministrligiga munosabatli. Maxfiy masalami yo ochiq degil bo'lgan masalami? Ya ochiq degini hamda uni jiq ochiq deb kelsak bo'lmaydi. Chunki bizning xalqimizning nayte ko'ngil bo'layotgan masalalari bor. To'lqin efendi bu Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qultini terrorist tashkilot deb e'lon qildi. Shundaymi? Shunda. Sizni Dunyo Uyg'ur qultining raisi To'lqin Aysani terrorist deb e'lon qilgani nurg'un yil bo'ldi albatta. Ammo 6-oyning 4-kuni Amerikadagi ya'ni demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati Dunyo Uyg'ur qultiga, ya'ni siz vakil qilgan Dunyo Uyg'ur qultiga o'zining yillik bu mukofotni taqdim qildi. Bu yig'inga Nancy Pelosi xonim, ya'ni Amerika Avam palatasining prezidenti Nancy Pelosi xonim keldi. Nurg'un Kongress Amerika Davlat Majlisining a'zolari keldi. Endi sizga mukofot taqdim qilgan ya'ni James McGovern bu degan Tomlantis komitetining raisi shunami? Umar Qanot apandi kishilik huquq komitetining Xitoy undan sirt ilgari ham Xitoy ishlar komitetining raisi bo'lgan odam bu. Anikin bu Davlat Majlisi a'zosi o'z qo'li bilan Dunyo Uyg'ur qultiga Uyg'urlarning birdan-bir tashkiloti deb turib, sizning qo'lingizga bu erkinlik mukofotini taqdim qildi. Bu nimani tushuntirdi? Bu intayin bunun ahamiyetini çunqur. Biz bulupmu bunun Xitay hükümeti siz degandekidek Dünya Qurultayını uzun yıllardan bu yan terörist teşkilat, terörizm bilen bağlanışı olan teşkilat dedi. Benim şahsımın 2003-de Xitay ilan qilgan terörist listesinde ilan qilib, dünyada Dünya Qurultayının Uyghur davasının aldığını çekleş için, Birleşken Milletler Teşkilatı'daki yolumuzu kesiş için, Avrupa İttifakı'daki, Avrupa Parlamento'daki, Amerika Kongresi'deki her qaysi devletlerde bizden yapılatkan bütün siyasi faaliyetlerimizden hemmesini kesiş için bizge terörist qalpığını çaplap, dünya set gösterip aldığımız tutuşuk urinib kelgan. Bu dəstək vaxtlarda qismən biz qiyinçiliklar duş kelgan. Bu yollarını menişimiz asan toxtamıdı. Biz dünyanın qayıl qilishimiz üçün özümüzün undaq bolmağanlıq Uyğur xalqının iqtibatqan körüşünün erkinlik körüşü bolğanlığını, haqlıq bir körəş bolğanlığını bildiriş üçün nurg'unlagan japalarını dəstəp tutmuşdan bösüp üçün nurg'un qiyinçiliklarga yoluqduq. Endi bu Amerikan Kongresi'nin maliyesiyle destekleniyotgan qoluşu bilen dünyada demokratik hareketliğe yardım kılatkan demokratın ilgi sürüş fondunun 2019 yıllık demokratiya mukafatını dünya qurultayıga berişinin özü Xitay hükümetiga berilgan nayt yaxshi bir sual. Biz özümüzün dünyada hazırca aqlap keldik. Endi bu dünya tarafından bulup Amerikan Kongresi'de Nancy Pelosi hanımның Jim McGovern'daki dünyanın siyasi tesir koyduğu şahslarının kuldan bizge bu mükafatının berişinin üzü demek Xitay hükümetinin dünya qurultayına hakiminin şahsını bolsun terörizm bilen ayıpleganliginin tamamen bir
aslsiz, asossiz bir masala bo'lganligini Xitoy hukumatiga berilgan nihoyat yaxshi bir javob, nihoyat qattiq urilgan bir shapaloq deb o'ylayman men. Ömer Qanat efendi mukofotni taqdim qilishdan burun James McGovern hamda Dunyo Uyg'ur qultini tanishtirib, unga zo'r ahamiyat berib Dunyo Uyg'ur qultiga. Uningdan sirt yana Dunyo Uyg'ur qultining hamda Uyg'urlarga vakil xarakterlik dunyodagi birdan-bir xalqaro tashkilot ekanligini so'zlab o'tib ketdi. Buning ahamiyati nima? Buning ahamiyati nihoyat cho'ng albatta, chunki tunji qitim, ya'ni rasmiy bir og'izdan rasmiy davlat majlisining nihoyat e'tiborli bir a'zosi ham Xitoy ishlari komitetining keyingi raisi, shunga o'xshash Tamlantus inson haqlari komitetining raisi bo'lgan James McGoverndak bir odamning og'zidan Dunyo Uyg'ur qurultiyi dunyodagi Uyg'urlarning birdan-bir vakillik xarakterlik tashkiloti deb atishi bu Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki e'tiborini, onun o'rnini xalqarodagi Amerika hukumati oldidagi o'rnini va o'sha g'arb davlatlari oldidagi o'rnini yana bir qatim tasdiqlagan bo'ldi. Ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyini haqiqatan g'arb davlatlari hozir Uyg'ur xalqininki, o'sha chet ellarda ham vatanda yashayotgan Uyg'ur xalqininki, Sharq Turkiston xalqininki birdan-bir vakil xarakterlik tashkilot deb to'niganligini. Yani bu mukofotning berilishimi shu hamdi. Oldini to'savotdi Xitoy hukumati, bizningki dolqumi deb o'tgandek har yerda xalqaro sorunlardan bizni ayirish, uni bizni u yerdan to'sash, bizni kirgazmaslik uchun nurg'un faoliyatni elib boryotdi. Mushundaq bir sharoitda bundaq bir mukofotning berilishi, uningdagi James McGoverndak bir yuqori darajalik bir odamningki, mushu Dunyo Uyg'ur qurultiyini Uyg'urlarning birdan-bir xalqarodagi vakil xarakterlik tashkilot deb tonishi, bu Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki butun dunyoda Uyg'urlarning vakillik va xarakterlik bir tashkilot deb tonilganligining bir isboti deb qarayman. Bu nurg'unligida hamda bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyining bundan keyin qilgan ishlarida, buningki milliy da'voyimizga qo'shilgan hassida, xalqimizni yetaklash faoliyatida nurg'unligan fursatlarni bizga yaratadi, ham nurg'unligan ishlarni ochadi deb o'ylayman. Tolqin efendi, siz deb ketgandek, ilgari Xitoy hukumati har xil usullar bilan hamda Dunyo Uyg'ur qultiyini terrorist tashkilot deyish orqali, sizni terrorist, ham ba'zilarni terrorist deyish orqali Dunyo Uyg'ur qultiyining mayli Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, faoliyatlarini pochaqlab tashlash uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Hamda hozir sizlar degandek Dunyo Uyg'ur qultiyi hisobda Amerika hukumatining e'tirof qilishiga, qo'llashiga, ham Uyg'urlarning birdan-bir qonunli vakillik tashkiloti deb qarashiga turtki bo'ldi hozir. Hem Amerika hükümeti şunda da qarayotdi deylik. Bunun bilan Xitoy hukumati o'zining harakatlarini Dunyo Uyg'ur qultiga qarshi turish, Dunyo Uyg'ur qultining ishki jihatdan masala chiqarish va Dunyo Uyg'ur qulti qo'lasidagi boshqa tashkilotlarni Dunyo Uyg'ur qultini ayirib tashlash faoliyatlari ilib boramdi, bo'lmamdi, yo to'xtab qolamdi. Albatta Xitoy buningdan texim asabiylashdi deb o'ylayman. Xitoy hukumati degandagidek nihoyat yaxshi bir javobni oldi, ammo Xitoy hech bir qachon olgan javobga nisbatan to'xtabdi, men bu haqiqatni qabul qilaydi degan bir hukumat emas. Har zaman o'zining qattiq eng og'ir vahshiy yo'llarini yo'lga solish, yo'l qo'yish orqali bu davoni pajlashga urinib kelgan. Balkim buningdan keyin Xitoy hukumati Xitoyning ichidagi va sirtidagi butun kuchlarni imkoniyatlarni ishga solib Dunyo qurultiyiga bo'lgan, Dunyo qurultiyining rahbarlariga bo'lgan hujum texim kaskinlashadi deb o'ylayman. Ammo bu bir haqiqat. Xitoy qancha kunda qism chunki Dunyo qurultiyi qurilgan 15 yilni yo'q to'xtab qolmadi. Bizlar bu siyosiy da'vo kirganning yo'q 20-30 yilning yo'q to'xtab qolgani yo'q. Davomli bu ishga Xitoy hukumatimizning yo'limizni to'sishga urinayotdi, ammo g'alaba qila olgani yo'q. Masalan, men 21 yilning yo'q Xitoyning nimasi bilan, topshirig'i bilan xalqaro saqchining tutish buyrug'ida bo'lgan. Biz almadık. Hakkımızı eliş için çokum dünyada bir adalet var. Çokum biz özümüzü ispatlayamiz deb yolga chiqdik. En ahırda 21 yıldan keyin mening hakkımdaki tutuş buyrug'i xalqaro saqchi tarafidan o'chirildi. Bu bir g'albitdi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin bu mukofotning bizga berilishi Xitoy uchun qilgan ikkinchi cho'ng bir g'alaba bu g'alaba. Uni bizni Xitoy Interpoldan chiqarayotgandan keyin Xitoy dolqin ham terrorist desak bo'lmaydigan deb to'xtab qolmadi. Texman yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 5-oyning bir so'zlagan vaqtimda Xitoy amaldori bu terrorist deb yana o'xshash kelimani ishlatdi, so'zni ishlatdi. Demak, Xitoy buningdagi to'xtab qolmaydi, balkim texmi vashilishib har xil sotsial medialar orqali, balkim Facebooklar orqali, Twitterlar
orqali, har xil WhatsApplar orqali, mushlarning hammasi orqali va shundaqli o'zining dunyodagi siyosiy, iqtisodiy kuchi orqali dunyo qurultiyining obrazini xudiklashtiradigan, bizni xudiklashtirgan har xil o'yinlarni taxmin yapardi deb o'ylayman, ammo bizning uchun buning bir ahamiyati yo'q. Bugün etdigan biz Dünya Uyghur Qurultayı'nınki mush xalqaralıq yig'inninki ichilish murosimini Amerika Davlat Meclisi'de açtık, başlattık. Şu murosimni bir ko'rishini hamma xalqdan talab qilaman. Biz bu murosimda Amerikaningki mushu Davlat Meclisi'de Amerikaningki bütün siyosiy qudratining markazi bo'lgan bir o'rinda bu yig'inimizni Amerika Davlat Meclisi'nin a'zolari, Amerika hukumatiningki yuqori darajali xodimlari shularningki huzurida ay yıldızlıq bayrağımızı tamaga esip, özümüzdeki Şarkı Türkistan'ın milli gemini, Amerika milli gemini birlikte şöyle çaldırıp, şu caranlık avaz bile özümüzün milli gemini okuş arkalık yığınını başlattık. Bu bizninki bulağı bizge karşı yarqandaq nimede bolğan, yani töhmetlerge, bizge bulduğan hücumlarga, şunda hücumlar buludu elbette. Bunu biz cevap dep qaraymiz. Şunu görüp xalqımızninki bu töhmetler, bu nimeler hakkında bir xulosa chiqarish kerak deyman. Buni albatta Xitoy hukumatining Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, Uyg'urlar tashkilotlariga qaratgan hujumlarni to'xtatishi notayin albatta. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy hukumati sizlarning albatta yuz obro'yinglarga hujum qilish orqali, xunuklashtirish orqali, sizlarni ojiz qilib ko'rsatish orqali, axloqsiz qilib ko'rsatish orqali va yoki bir-biringlarga selish orqali ve yoki Dünya Uyghur Qurultiyi ostidagi tashkilotlarni bir-biriga selish orqali yoki Dünya Uyghur Qurultiyi ostidagi tashkilotlarni chiqarib o'tish degandek bu mumkinchilik bor, bu xavf. Bu xavf albatta bor, bu xavf bor. Ammo hamda hozir Dünya Uyghur Qurultiyininki ma'u bergan mukofot bilan bu obraz yana bir qitim tishlendi dünyada. Xalqaro jamoatninki e'tirof qilganligini xalqimiz buni yaxshi ko'rdi. Onun için ben deyman, balki Xitoyninki bu o'yiniga xalqimiz hech qachon kelmaydi, balki Dünya Uyghur Qurultiyi texnik kuchayishi mumkin. Xalqimiz buni ko'rdi. Amerikaninki hukumat adamlarininki, hukumat xodimlarininki, parlament a'zolarining bizninki Dünya Uyghur Qurultiyini Uyg'ur xalqininki vakillik tashkiloti deb to'nganligini angladi. Unda bo'lgandiki, balki mushu tashkilot bilan mansaq Muşu teşkilat bilan birleşip, Muşu teşkilatının kanıtıda asıdı mansak, texim uluq bir utuqlarga erişimizken degen bir xulasa kelişi mümkün. Bu Dünya Uyghur Qurultiyinin texim güçlenişine sebep oluşu mümkün. Doğru. Her xil şekilde oyunlar oynuldu. Ama bu bugün qaraydigan bolsak, meyli bu mukofotni elishishdan keyin albatta bu obraz texim güçlendi, ama onun aldığımı Dünya Qurultiyi şu keyingi vaqtlarda xizmatlarimiz bilan Dünya Qurultiyi her zaman qiladigan kuchli bir tashkilot bo'lib faaliyetlerini devam qilib nerede? Şunun için chet eldagi mutlaq ko'p sondagi xalqimizning biz bilan birga bo'lganligini, bizning qo'llayotganligini biz keyingi vaqtlarda bir qancha oydan dunyoning ham yerdagi Uyg'urlar bor davlatlarni ziyorat qildik, tashkilotlarni ziyorat qildik, xalqimizning fikrlarini angladik, taklif fikrlarini angladik, hatto tanqidlarini anglab, bütün xalqimizni ziyorat qilish orqali biz shuni his qildikki, demak Dünya Qurultiyininki mutlaq ko'p sondagi xalqimizning Dünya Qurultiyining orqasida bo'lganligini, bizni moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llaydiganligini emeli paketler bilen şahit bulduk ve Dünya Qurultiyi elbette 100% birlik degan narsa bo'lmaydi. Bu diktatör rejimlerde oldu. Demokratik bir cemiyet yaşayotgandan keyin bizim bütün 100% xalq qo'lladik desek, o Xi Jinping'nin kerak bo'lib qoldi. Fikir o'xshamasligining bo'lishi tabiiy. Ba'zi insonlarning biz bilan mangmay ayrim ko'rib menishi tabiiy, ama yeter ki düşmanni Xitoy kommunistik hokimiyati deb bilib, Xitoy mustaqil hokimiyat deb tig' uchini shu Xitoy hukumatiga qaratib, Dünya Qurultiyining yarmiga ayollar olsun to'liqlab mangsa biz uni qarshi olamiz. Ama Dünya Qurultiyi bugün xalqimizning vatan ichi sirtidagi birdan-bir to'liq huquqliq vakillik organi bo'lishib bilan birlikni to'liq ishga ashirgan bir tashkilot deb o'ylayman va bundan keyin texnik kuchli bu roli. Echilish murosimida birisi bu Sharqi Turkistonning bayrog'i esildi. İkincisi Sharqi Turkistonning davlat marshi o'qildi. Bu yerda Amerika davlat mudofaa ministrligining yordamchi ministri bor. Amerika Davlat Meclisi'nin bir qancha a'zolari bor. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir qancha ministrlarning yordamchi ministrlari bor bu yerda. Angliyaning burun ichki ishlar ministri bor. To'g'ri, Yevropadan kelgan bir qancha bor. Italiyaning burun tashqi ishlar ministri nimasi avatdi? To'g'ri. Ular Yevropa parlamentidagi a'zosi bor, to'g'ri, bir qancha a'zolari bor masalan. Masalan, Kanadadan kelganlar, Kanadadan kelgan burun ministrlari bo'lsin, burunqilari mayli, endi hozirgi deb tutsak, Amerikaning hozirgi hukumat
Tashqi ishlar ministrligidan, davlat mudofaa ministrligidan, davlat majlisining a'zolari o'tirib birga Sharqiy Turkistonning bayrog'i tug'an vaqtida, ham Sharqiy Turkistonning marshini qo'ygan vaqtida o'rnidan turib hurmat bildirdi. Bu nimadan derak berdi? Ömer efendi. Şu bu bizniki nurg'un faoliyatimizniki bir bir natijega erishganligini, bularning shuni to'liq to'nib yetganligini, Uyg'ur xalqininki shundaq o'z haq huquqiga o'zi ega bo'lish, o'z taqdirini o'zi belgilash bir mezgilga kelganligini bularning e'tirof qilganligi deb qarayman buni. Çünkü Müdafiə Ministri Yardımcısı özünki sözüdə dedi. Bu dedi, bu benim üçün hatta dedi bu ilaka şəxsi bir münasibət bağım bir məsələ. Bunu mən qoyub bəməyəm dedi. Belki resmi nimələ, belki biraz resmi xadimlər məndə biraz ehtiyat qıl dəvatqanlarım var dedi. Amma bu məsələ dedi, hazır Uyğur məsələsi həll qılışqa tegişlik, bütün dünyanınki qol tıqıb həll qılışqa tegişlik bir məsələ bolğanlıq üçün mən bir oçuq bir yerdən gəp qılım məndə. Tünügün onundan bir gün burun Amerika Devletlik Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondu Cemiyeti'nin reisi Kargılışmen efendim üyede ben Şincan demeyim, Şarkı Türkistan deymen dedi. Doğru. Bu neylik internment camp demeyim, Jigveliş lagere deymen, concentration camp deymen dedi. Yani Muşlanın ki özü dünyanın ki bu Xitay asallık demeyim Uygurlan dedi. Uygur halkı deymen dedi. Demek ki Muşlanın hemmisi bu özlüğüden boğan iş emezsemdi bu. Halkımız bunu takdir kılış gerek. Yani Dünya Uygur Kurultayı'nın ki Muşlanı aşındak hayal kılıp şulağı sındırıp bu meseleni aşı dereceye ekegeldiğinin ki bir ispatı bandı. Bu Dünya Uygur Kurultayı'nın ki bir hizmeti desek buldu. Bütün faaliyetçilerin ki Uygur faaliyetçilerin Amerika'daki bu Dünya Uygur Kurultayı'nın ki bir muşu dava koğuşkan en çok hassi. Yani insanlarını biz hazır Şincan değiştin, Şarkı Türkistan değişke, asallık değiştin, Uygur halkı değişke, muşaya ekeldik yani. Bu bizge nayet cesaret verdi. Bunundaki bu faaliyetimizdenki tehimi biz de bütün halkımızın şunu düşündük. Bu bir mezgil battıyamdı. Bu Uygur halkındaki nime? Dünya halkara cemaatindeki Uygur halkındaki vaziyeti hakkında, Uygur halkının kim boğallığı hakkında, kanda vaziyeti yaşavatkallığı hakkında, bulanın tarihinin nimeden ibaret boğallığı hakkında bir düşünceye iyi buluş gerekti. O nimeni baskışını biz öttük yani. Şu nurgun vaktimiz şundan ketdi. Bular üçündüğü geçke, bular hazır kopar. Bizge igi çıkıp, bizden ezilgenliğimizni şu düşünüp, bizdeki bir öz devletimizge, öz takdirimizi, öz belgeleş hukukuga igi boğan, şunun igi boğuluşka tegişlik bir halk işgalliğimizni, bizdeki öz vatanimizge, özümüzdeki ana vatanimizge igi boğuluş hakkıga İyi bir hak boğallığımızı, bir millet boğallığımızı düşünüp yetkenlik için hazır şunda geplerini kılıyordu. Nurgu yedi bizge şunda değildi. Sizler bu misanlar bu meseleyi biz düşünemedik dedi. Sizler bunu düşündüğüyle aslen sizler bizge neticecilik muş faaliyetlerinle ceryanı da müşahılığa ekeldinler dedi. Uygur davası tünügen bir kongresmen üyedi biz böyle dedi. Ben Uygurlarını 10 yıl evvel bilmektim dedi. Dünya Uygur Kurultayı'nın faaliyeti neticesi de dedi. Nölden hazır 72 çıktınlar dedi. Kaçında? 30% var demek. 30% var. Yani yatsanlar uçakta öz takdirimizi, öz belgeleş, hukukumuzu kolu keltügen bulumuz. Dedi ki, nölden 72 yattılar. Bu dedi, insanı hayran kaldırdığın bir sürat dedi. Müşinçilik tezlik biləsilə tonulup, Uygur halkı hazır benim idaremde oturuvatısılar. Ben bu silahını kollayman. Ben bu silahının ki öz takdirinlerini, öz belgeleş, hukukunla bağlılığını, şunun işini ben ve kollayman. Ondan sırt yine Amerika'nın devlet meclis əzaları olsun, Amerika hükümetinin əzaları olsun. Bunlar hemisi bu bir qancha günlük yığınlarının hemisi de bunlar Uygur kişilik siyaset kanununu kol koyuşumuz gerek. Bu ötüş gerek de. Hazır bu sizlerinin ağzınlarından emas, Amerika hükümeti Amerika devlet meclisi ki insanların ağzından bu gepler çıkıyordu. Şununla bu kanunun ötüşü doğrusunda ilgirme bu söhbətlər bulundu, köp söhbətlər bulundu bu doğrusunda qançılıq ümid dəsilər?
Biz şu ötken bir haftanın içinde nurgun kongres a'zolari bilan shuni yozgan, shuni o'tirg'atgan va qo'llagan kongres a'zolari senatorlar bilan ko'rishdik. Bizning bu ko'rishimiz jarayonida bizga bergan ta'sir buning nihoyat kuchli o'tish ehtimolligining nihoyat yuksak bo'lganligini biz his qildik. Va hatto shu tunugungi bir suhbatimiz shu bo'ldiki, hatto ba'zi kongres a'zolari keyingi shu vaziyatninki taraqqiyotini ko'rib, ba'zi moddalarni ojiz bo'lib qolgan, ba'zi qonun loyihasiki ba'zi narsalar texnik kuchlantirishimiz kerak ekan deb boshqadan buni ba'zi moddalar uchun ishlayotganligini qildi. Demak, biz buningda nihoyat umid bor. Albatta uning tafsilotini Umar Qanot yaxshi biladi. Biz hozir deganda ekan bu hatta shunda dedi. Biz hozir mushu shaklda bo'lsa dedi, mushundaq o'tib ketishi mumkin dedi. Chunki san'atda 35 hozir nimada Avam palatasida 69 kishi nim qildi. Biz dedik hatta bu yomon az buni uningda nima yo'q dedi. Bu bo'lishi ehtimolligi kuchli dedi. Ammo albatta biz buni bunda deb qo'yib bermasligimiz kerak. Davomli texmo ko'p yana ishlab, texmo nihoyatda foydali bo'ldi ekan. Xalqimizningki boshqalarni tashviq qilib, kongressmenlarga berib o'zining vaziyatini anlatib, shunda deyishga hatta bir kongressmen bizga dedi, men hayron qoldim dedi. Bir nimaga borsam dedi, bir yig'inda town hall meetingda deydi, bir amerikalik oq kelib mening oldimni to'sab Uyg'urlar uchun nima qilyapsan dedi. Qiziqish bo'ldi. Men hayron qoldim deydi. Bu oq nadan ya'ni sizlar deydi, shunchalik nimaga Amerikada hozir deydi, buni taqdir qo'llash nimasiga ega. Bayam Dolqin degandek, zaman sharoitga mos keladigan bir texmo bir nimasi bo'lgan, ta'siri bo'lgan, kichkina kuchlik bo'lgan bir qonun loyihasi chiqish kerak deydi ekan hamda buningga. Shuningga balki buningki ba'zi talabbuzining bu qonundagi ba'zi shartlarning bu qo'yilish ehtimolli bor ekan, shuning biroz kechikishi mumkin, ammo bu chiqadi, bu chiqish ehtimolligi kuchli dedi. Chunki bu yerda hamma odam uningga qarshi nima yo'q. Ikkala partiyaning qo'llashig'iga demakchi. Masalan, shu qonun loyihasi haqida ishlayotgan muhim bir arboblar bilan so'z bo'ldi. Shunda dediki, ya'ni biz so'rdi qachon bo'lishi mumkin, qanday bo'ldi desak, ya men dedi, shuni deydi, Amerika kongressida deydi, agar ikki qonun bo'lib, shunda kuchli shakl o'tishi, shuning birisi shu dedi-da, ashunchalik dedi. Ikkala partiya qo'llayotgan. Ikki muhim qonun loyihasi bo'lgan, shuning birisi, shuni biz sangli bo'ldi dedi menda. Ya'ni kuchli aloqa nimalardan birisi edi. Oxirgi bir savol, ya'ni sizlar Washingtonda 2 kun konferensiya olib bormoqchi. Buningga Adrian Zenz, ya'ni amerikalik, yevropalik bir mutaxassislar, jurnalistlarni taklif qildinglar. Bu orqali nima maqsadga yetmoqchi Dolqin apandi? Bu keyingi vaqtlarda Xitoy hukumatining bu Sharq Turkistonlik jazo lageri masalasi hamda dunyoning haqiqatan elib borgan xizmatlar bilan butun vatan sirtidagi yurtdoshlarimizning o'zining ota-onalari, urug' tuqqanlarining izlarini qilish orqali sosial medialarda guvohlik berishlar bilan siyosiy faoliyatchilarimizning, tashkilotlarimizning dunyo qurib borgan faoliyatlar bilan xalqaro deb o'tgandagidek kuchli bir qo'llashga erishdik, siyosiy bir qo'llashga. Hamda bu yeterlik emas. Buni texmi xalqaroda texmi kuchlandira olishimiz kerak va amaliy dunyoni bir harakat o'tkazishimiz kerak. Konkret shaklda Xitoy ta'sir qiladigan konkret bir qadam bosqichini bostirish yo'li oldimizda saqlayotgan narsa. Chunki Xitoy voz kechgani yo'q. Davomli yana dunyoni aldab, yo'q deb qilyapti. Shuning biz bu orqali bu yerga biz xalqaro mutaxassislarni, advokatlarni, qonunchilarni, jurnalistlarni, siyosatchilarni, xalqaro tashkilotlarning rahbarlarini hammasini chaqirdik. Chaqirib, o'xshash bo'lmaydigan temalar bo'yicha muzokara olib berib, texnik qanday kuchlantira olamiz. Dunyoni texnik konkretni bir harakat qilishga o'tkaza olamiz. Ondan keyin yana bir muhimimiz bu hozir siyosiy jihatdan shunda bir qo'llash va ammo buning Uyg'urlarga yapirayotgan buning tamoman Uyg'urlarni bir so'yqirimga etnik qirg'inchilikqa tabiiy tutadi. Buni biz davlatimiz ammo xalqaro qonun doirasida buni bir muzokara qilish orqali xalqaro advokatlar bilan buning bir nimasini termini, buning aniqlamasini yoki Uyg'urlar bo'layotgan harakatning qanday bir harakat bo'lganligini xalqaro qonunchilar orqali xalqaro qonunlar bo'yicha bir o'tirib qo'yish bu qadimimizning asosli kun tartibiy maqsadlaridan biri. Shuni biz nurg'unlagan har soyadagi odamlarni chaqirdik. Mandachi aytgan chaqda Sharq Turkiston davosini, Uyg'ur masalasini bir qonuniy asosga o'tirg'izishdi.
bizga shunday xalqarалық bir tashkilotlarningki, xalqarалық huquq tashkilotlariningki buni chaqirdik, ya'ni huquqchilarni chaqirdik, tarixchilarni chaqirdik. Tarixiy jihatdan mushu yig'in orqali biz tarixiy jihatdan, siyosiy jihatdan, uningdagi egilik huquq jihatdan, xalqaro huquq, xalqaro qonun jihatdan, uningdagi hozir Xitoyningki ilib berayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchiligini Uyg'urlarga qaratgan. Shuni ko'zda tutgan holda Uyg'ur xalqininki o'zining vataniga, o'zining mustaqil davlatiga ega bo'lish, butun haq huquqiga ega bir millat bo'lganligining bir asosini qurib chiqish kerak bu yerda. Bir xalqaroni buningga ma'qul degizish kerak. Chunki bizningki maqsadimiz, bizning Dunyo Uyg'ur qurultiyininki nishoni, maqsadi kishilik huquq deganlar emas, kishilik huquq bir vosita. Bu vositadan foydalanib xalqimizningki o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zining vataniga o'zi ega bo'lish, o'zining siyosiy kelajagiga o'zi belgilash huquqini qo'lga keltirish. Davlat qurishda, davlatimizni milliy huquqimizga kelish. Mushu nimaga kelish? Shuningga biz bu konferans orqali mushu bir pallanbay qilib, buni shu nimaga endi atlab o'tmoqchi. Rahmat To'lqin Iso apandi. Sizga ko'p rahmat. Rahmat Ömer apandi. Ishkanlarning bu suhbatga alohida qatnashib berganingizga. Hurmatli ko'rarmanlar, bizning bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga alohida rahmat. Kelasi qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.